Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulullah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah subhanahu ta'alaga behisob hamdu sanolar bo'lsin. Suyukli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat-ı durudlar bo'lsin. O'zining bugungi mana shunaqa nurafshon bir ajoyib kunida yana ekran orqali diydorlashishni o'zi nasib qilibdi. Bunga Allohga behisob shukronalar aytamiz albatta. Bugun bir kichkina video qo'llanma tayyorlashni niyat qildik. O'sha eng bir og'riqli masala forma 5 ga yoki smetaga formalar qo'yish bo'yicha. Albatta o'zidan izni iroda so'ragan holda bu darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bizda o'sha tayyor nimamiz, hujjatimiz. Buni sal kattalashtirib olaylik. Mana ba'zi birovlar telefonda ko'rayotgan bo'lishlari mumkin. O'sha paytda ko'rinmay qolmasligi uchun yozuvlar ham aniq bo'lyapti. Mana ko'rayotganingizdek, mana shunday ko'rinishdagi forma 5. Bu yerda hech qanaqa formula nima yo'q. Mana bular ham shunaqa. Endi sizlarga soatlaringizga bir qarab olishlaringizni iltimos qilarim. Mana shu tablitsaga qancha vaqtda to'liq formula qo'yib chiqar ekanmiz. Mana 8884 ta qatordan iborat smeta. Uning smetaning umum bahosi 16 milliard 567 million so'm. Odatda bunga putoga yangi kirib kelayotgan xodim, putoni yangi o'rganayotgan mutaxassis bir soatlab, kunlab o'tirib qolishlari aniq. Endi shuni biz qancha vaqtga qila olar ekanmiz. Buning uchun o'sha hammangiz o'zingiz bilgan mana bu tepa qatorga filtr qo'yib olamiz. Filtrni zakrepit qilib olamiz qochib ketmaslik uchun. Keyin mana bu i ustiga 1 2 3 4 5 deb bu nimani человек частный, mashina частный, material, оборудование kabellarni bo'laklab olamiz. Endi bugungi darsimiz juda ham professional emas, lekin putoda yaxshigina yo'nalish topib olgan, lekin baribir ham bir ozroq bo'lsa ham yordamga muhtoj bo'lgan mutaxassislar uchun deb bilgaysizlar. O'sha professional putolar allaqachon bu narsalarga muhtoj emas, o'zining yo'lini topib ketgan. Xo'p, mana shu tayyor matnimiz. Bu tayyor matn nimasi? Tayyor tablitsamiz. Bu tayyor tablitsamizni рабочий stolga сохранить qilib olamiz. Mana сохранить как. Mana рабочий stolga сохранить qildik. Albatta mana shu joyda forma 5 degan yozuv qo'yish kerak bo'ladi. Listni nomini qo'yganda mana shu rus shrifti bilan katta harf bilan F5 degan yozuv bo'lmasa, hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan programma ishlamaydi. Xo'p, yopamiz buni. Mana yopdik. Endi o'sha nimamizni, programmamizni ochamiz. Mana programmamiz papkada mana shunaqa ko'rinishda turadi. Bu 3 xil nimasi bor. 3 xil variantda ishlaydi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi variantlari. Hozir biz ikkinchi variantini olamiz. Shundan foydalanamiz. Mana zapustit degan mana oq oynasi chiqadi. Buni ham bitta bosib qo'yadigan bo'lsak,
birinchi marta ochayotgan paytda shunchaki sal vaqt cho'ziladi. Keyingilarda unaqa holat bo'lmaydi. Mana o'sha ishlatadigan knopkamiz ko'rindi. Mana bu yerda birinchi tepadagi Select Excel faylni bosamiz. Mana bu yerdan kniga 1, o'sha hozir boyagina saqlanib qilgan nimamizni ochamiz. Calculate bosdik. Daha 8800, 9000 pozitsiyadan iborat smetani ishlash uchun baribir ham salgina vaqt ketadi. Uni hisoblab chiqish, u yerda hisob kitob ham oz narsa emas. Shuning uchun birpas kutamiz endi bu narsani. Mana o'zi tayyor bo'ldi, hisoblab bo'ldi hisobi. Mana tayyor. Okey. Mana tayyor bo'lgan faylni mana bu joyga o'zini yoniga tashlaydi. Shu narsaga e'tiborli bo'linglar. U nimani albatta programma o'zini yoniga tashlaydi. Boshqa joyga tashlamaydi. Mana hozir ochildi. Mana 22-iyun 2026-yil 15:58. Mana endi buni ochib ko'ramiz. Mana endi ko'ramiz. Mana birinchi ko'ryapsizlar, formulada. Mana formulada, mana bu formulada, mana bu joyi formulada. Xohlagan joyingizda tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Mana unda formula yo'q. Mana tagida formula, bunda ham formula, bunda ham formula, bular ham formulada. Mana bu uchalasining yig'indisi mana 82, 84, 82, 83, 84. Mana bu ham formula. Qarayingiz, minutga yetmadi menimcha, sekund ichida bu narsani hal qilib berdi. Mana endi buni natijasini qaranglar. Buni natijasini qaranglar. Mana shu yerda o'sha kichikroq olaylik. Ko'ryapsizmi? Bunu yapacağız. Mana natijasini mana ko'rib turibdi. Chiqazib qo'yapti. Buni olib, mana bu pastiga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, mana unga ham bir ketib boringkana 2 minut ketsin. Bu yog'i 5 minut ichida mana 16,5 milliardlik obyektni sizga hisob kitob qilib beryapti. Mana tekshirib ham ko'rishingiz mumkin. Birinchi 3 milliard 185 ming so'm. Mana bu chelovikchasi. Zatrаты на основной зарплаты. Mana 3,185 0,51 300 mana to'ppa-to'g'ri chiqyapti. Оборудование 2 milliard 460 162 to'ppa-to'g'ri chiqyapti. Строительные материалы 6 milliard 836 mana bu ham to'ppa-to'g'ri chiqyapti. To'ppa-to'g'ri chiqadi. Hech qanday muammo bo'lishi mumkin emas. Kimga mana shu nima kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Albatta, bitta sal og'irlik tomoni bo'lishi mumkin. Bu programmamiz o'sha programmamiz yigitlarga pul berib, haq berib turib qildirib olganmiz. O'shaning uchun biz ham buni albatta haq evaziga beramiz. Shunchaki bepul tarqatilmaydi. Kimgadir foydali bo'ladigan bo'lsa, albatta duo qilib qo'yasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.